Endi haqiqiy vulqon kuchiga ega bo'ling. Jinsiy zaiflik, peshobdagi noqulaylik va bepushtlik sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni tabiiy mahsulotlar yordamida bartaraf etish vaqti keldi. Vulkan mahsuloti erkaklik quvvatini tabiiy yo'l bilan oshirib, bir hafta 10 kun ichida natija beruvchi ishonchli vosita. Muammolaringizdan xalos bo'lishni va kuchingizni tiklashni istaysizmi? Unda quyidagi raqamlar orqali mutaxassislar bilan bog'laning va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Assalomu alaykum, Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Hizbulloh Janubiy Livanda olib borilgan operatsiyadan kadrlarni e'lon qildi. Tashkilot tarqatgan videoda issiqlik kamerasi bilan jihozlangan FPV dron orqali Isroil armiyasi askarlari kuzatuvga olinib, nishonga olingani aks etgan. Ma'lum qilinishicha, dron tungi vaqtda yoki ko'rish imkoniyati cheklangan sharoitlarda ham nishonlarni aniqlash imkonini beruvchi termal kamera bilan jihozlangan. E'lon qilingan tasvirlarda harbiy harakatlar va nishonlarni kuzatish jarayoni namoyish etilgan. So'nggi oylarda Janubiy Livan va Isroil chegarasi atrofidagi keskinlik saqlanib qolmoqda. Tomonlar o'rtasida dronlar, artilleriya va raketa vositalari qo'llanilayotgan hujumlar haqida muntazam xabarlar tarqalmoqda. E'lon qilingan mazkur video ham mintaqada dron texnologiyalarining harbiy amaliyotlarda tobora keng qo'llanayotganini ko'rsatmoqda. Anna Kasparyan aytadi: Buyuk Britaniya xalqi o'z hukumatidan judayam hijolatda bo'lishi kerak. G'arb qadriyatlari endi hech qanday ma'no anglatmaydi, dedi Kasparyan. Uning ta'kidlashicha, g'arb hukumatlari doimo so'z erkinligi va fikr bildirish erkinligini asosiy qadriyatlar sifatida tilga oladi. Ammo gap Isroilni tanqid qilishga kelganda bu qadriyatlardan butunlay voz kechiladi. Kuvayt aeroportiga AQShning Patriot havo mudofaa tizimi tomonidan hujum qilingan. Eron Kuvayt xalqaro aeroportiga qilingan hujumni rad etdi va zarar AQShning Patriot havo mudofaasi tizimidan uchirilgan raketa tufayli kelib chiqqanini da'vo qildi. Bu haqda Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi vakili Husayn Mohabiy ma'lum qildi. Bizning tergovlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi aerokosmik kuchlari bu nishonga hech qanday raketa o'tkazmagan. Kuvayt aeroporti yo'lovchi terminalining vayron qilinishi AQShning Patriot tizimlarining xatosi natijasi bo'lib, ular Eron raketalarini to'xtatishga urinish muvaffaqiyatsiz tugagandan keyin terminalga qulab tushdi, deya uning so'zlarini keltirgan Eron davlat teleradiokompaniyasi. Avvalroq Kuvayt xalqaro aeroporti dron hujumlari tufayli to'xtatilgan edi. Terminalga dron va ballistik raketa zarbalari natijasida bir kishi halok bo'lgan va 60 dan ortiq kishi jarohatlangan. Eron kuchlari Ummon ko'rfazida AQSh esminasi tomon hujum uyushtirdi. Eron dengiz floti Ummon ko'rfazidagi Islom Respublikasining hududiy suvlarini kesib o'tishga uringan AQSh esminasiga hujum qildi. Bu haqda Eron dengiz floti matbuot xizmati ma'lum qildi. Bir necha soat oldin Eron dengiz floti esminasi aniqlagandan so'ng darhol Ummon ko'rfazidagi Eron hududiy suvlariga yaqinlashga uringan AQSh esminasidagi qo'mondonlik va boshqaruv markaziga zarba berdi, deyiladi bayonotda. Yahudiy siyosatshunos Norman Finkelsteyn Isroilga nisbatan yana bir bor hayratlanarli bayonotlar berdi. U shunday dedi: Isroil bolalarni hobbi sifatida o'ldiradi. AQShda yashovchi yahudiy siyosatshunos Norman Finkelsteyn Isroilning G'azodagi siyosati haqida keskin bayonotlar berdi. Finkelsteynning so'zlari tezda ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Finkelsteyn o'zining munozarali bahsida muammo Isroil bosh vaziri qonxo'r Benyamin Netanyahu bilan chegaralanib qolmasligini ta'kidlab, qonxo'r Netanyahu muammo emas, muammo butun Isroil jamiyatida, deb e'lon qildi. Taniqli olim Isroil jamoatchilik fikri haqida ham hayratlanarli bayonot berdi. Finkelsteyn isroilliklarning muhim qismi G'azoda begunoh tinch aholi yo'qligiga ishonishini ta'kidlab, bu foiz 70-75% atrofida ekanligini ta'kidladi. Bolalarni o'ldirish hobbisi. Uning eng bahsli bayonotlaridan biri bolalar haqidagi so'zlari bilan bog'liq edi. Finkelsteyn Isroil jamiyatiga nisbatan tanqidini yanada kuchaytirdi. Isroil bolalarini sevimli mashg'uloti sifatida o'ldiradi. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reforma o'z voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.